Alloh bergan ne'matini qadriga yetmaganlardan bu ne'matni olib qo'yadi. Qur'oni Karimda Alloh aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu", ey iymon keltirgan bandalar, istajibu lillahi va lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sizlarni Alloh va uni rasuli sizlarga hayot beradigan narsalarga chaqirgan mahali, chaqirganida ijobat qiling. Alloh taolo sizlarni chaqirar ekan, payg'ambari sizlarga bir narsani taklif qilar ekan, albatta bu chaqiriqqa, bu taklifga ijobat qiling. Agar bu ishni qilmas ekansiz, Alloh azza va jalla fa innalloha yahulu baynal mar'i va qalbihi, Alloh bandasi bilan qalbi orasiga to'siq qo'yib qo'yishlikka qodir bo'lgan zot. Bugun da'vatga ijobat qilmayapsiz, lekin ertaga ijobat qila olmay qolasiz. Chunki Alloh qalbingizni muhrlab qo'ygandan keyin buni iloji bo'lmay qoladi.